Qoplab berasan. Bu shaharda imkoniyat ko'p. Qoida bir. Har bir harakatdan iz qoladi. Nazorat esa kuchayib boradi. Yashirin sxemalar endi darrov ko'rinadi. 20 ta fura razgruzkada. Mana oxirgilari. Naq degan izga zo'rlarini olib keldik. Juda soz. Qani yuring. Biz jazolamaymiz. Biz xatolarni topamiz va bartaraf etamiz. Nima gap? Ozod aka, hamma ishni naqd pulga bitirib qo'yamiz shekilli. Qurilishga olgan kreditimiz chiqimlarini qanday ko'rsatamiz? Akt выполнениyaga bajarilgan ish xizmati uchun faktura urib bersin. 50 milliardga yaqin. Top egasini. Beraman o'sha 2-3%ni. Ozod aka, bu xavfli-ku. Soliq bilib qoladi. Bilmaydi. Nima birinchi marta qilyapti deb o'ylayapsanmi? Otni kallasidek foizi mayli. Bugun ular hammasini ko'rib turibdi. Aytganini qil. Shubhali operatsiyalar aniqlandi. Muddati oz ekan. Darhol saqlash omboridagi sharoitni o'rganishimiz kerak. Shug'ullaning. Har qanaqa tizimni aylanib o'tsa bo'ladi-ku. Elite ishchi gatto. Ular nima ish qilayotganidan xabari bormi o'zi? Bu ular uchun surpriz. Soliqni qaf to'lasin. Pul tushdimi? Shu bilan naqd qilamiz. Sabr, bir xil summa, bir xil vaqt. Bu biznes emas. Ular izni yo'qotmoqchi, lekin iz yanada ko'payapti. Kallang bilan javob berasan. Pul tushibdi. Seni bu qoldimi? Sion operatsiya xavfi bilan jarayon noma'lum muddatga muzlatildi. Qoplab berasan. Halol mehnat, xotirjam hayot va farovon jamiyat garovi.